Assalomu alaykum hammaga, kanalimizga xush kelibsizlar. Video boshlanishidan oldin like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Bugungi yo'nalishimiz sizlar bilan sun'iy intellektda video yasash bo'ladi. Hozir men sizlarga ko'rsataman qanaqa video yasashimizni. Anatomiyada qidirsak, xuddi shunaqa videolarda mana ko'ringlar. Bizga 8 million ko'rishyapti mana shu video. Shunaqa videolar yasashni o'rganamiz. Mana bu video 57 million ko'rish olgan. Qolgan ko'rsin, birinchi avgust qolgan, lekin 57 million ko'rish olgan. Xullas shunaqa videolar chiqaramiz hozir o'zimiz. Mana xullas shunaqa videolarni hozir yasashni o'rganamiz. Bo'lmasam birinchi bo'lib bizga kerak bo'ladi. Hozir mana shunga akkauntimga kira olishim kerak. Hop, bu Visk programmasi bo'ladi. Viskda mana xuddi shu oyna ochilishi kerak sizlarda ham. Hozir meni Gmailimda muammo bor ekan, shuning uchun mana shunaqa chiqyapti. Hozir men boshqa Gmaildan kiraman. Hop, mana o'tib oldik. Уже registratsiyadan o'tganlardan keyin xuddi shu oyna ochiladi sizlarda ham. Открыть instrument degan joyini bosasizlar, mana bossalaring xuddi shu oyna ochiladi. Endi keyingi kerak bo'ladigan sayt bizga Grok degan sayt kerak bo'ladi. Mana Grokni mana shu oyna ochiladi. Bu private degan joyda, private degan joyda bu yerda sizlarda sign in turadi. O'shani bosib kirib ro'yxatdan o'tib olasizlar. Keyingi o'rinda o'sha hamma biladigan ChatGPT kiradi. ChatGPT shu hozir biz shu 3 ta sun'iy intellektdan biz video yasaymiz. Xuddi shunaqa videolarni shu 3 ta sun'iy intellektdan yasaymiz. Xo'p, bo'lmasam birinchi o'rinda biz ChatGPTga prompt yozamiz. Hozir men promptni Telegram kanalimdan olaman. Men prompt oldim. Promptni men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimdan o'tib prompt olsanglar bo'ladi. Telegram kanalim mana shu описаниеda. Prompt qo'yamiz. Mana shuncha prompt. Bu yerda 0 dan tushuntirilgan. Keyin biz buni tashlaymiz ChatGPTga. Videoga like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Mana please enter the name of the food or drink deyapti. Hop, bu degani endi bu inglizchada aytyapti. Bu o'zbekcha tarjimasi. Ichadigan narsa yo ichimlik yo yegulikni bizga nomini tashlang deyapti. Biz bu yerga endi masalan Pepsi deb tashlaymiz. Pepsi deb tashlasak, bu hamma saytlarda telefonda bor. Telefondan bemalol yaratib qilsanglar bo'ladi. Mana уже image prompt deyapti. Birinchi promptimiz bo'ldi. Bu promptni kopiya qilib olib Viskga tashlaymiz. Men aytayotgan sizlarga hozir mana shu saytlar mutlaqo tekin saytlar, bepul saytlar, bemalol o'tib foydalansanglar bo'ladi. Keyin mana уже bizga tashlab berdi. Mana shu rasmlar tashlab berdi ikkita. Keyin biz yana ChatGPTdan yana mana ikkinchi promptni ham olamizda. Kopiya qilib turib, mana o'rniga qo'yib tashlaymiz. Shunaqa qilib promptlar tashlaymiz. Bular hammasi mutlaqo tekin saytlar. Videoga like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Уже tashlayapti sekin. O'zlaring qancha tashlagilaring kelsa, shuncha tashlaysizlar. O'shancha bizga rasm generatsiya qilib beradi. Bo'ldi, menga shu yetadi hozirga. Bu videoni yasash вообще oson. Почти bitta videoga hamma saytlar ochib olganingizdan keyin 5 minutdan vaqtingiz ketmaydi. Hop, mana уже ochib berdi. Biz birinchi bo'lib birinchi rasmni saqlanib qolamizda, keyin Grokka kiramiz. Grokda hozir boshqa oyna ochilgan ekan, shuning uchun hozir Grokka kirmay turamiz. Avval Grokka kirib, image bo'limiga o'tib olamiz.
Images bo'limiga o'tganimizdan keyin o'sha hozirgi saqlagan nimamizni, rasmimizni, diskdan olgan rasmni bu yerga qo'yamiz. Shu betga qo'ysak, bu o'zi Grok o'ylaydiki, уже bo'ldi rasm berdi, men uni animatsiya qilishim kerak deb o'ylab, уже bu o'zi animatsiya qilishga kirishadi. Mana уже foizlari nima bo'lyapti? Уже mana 60% bo'ldi. Generatsiya qiladi, animatsiyali qilib. Agar sizlarga buni mana уже animatsiya qilib bo'ldi, ovozli qilib. Mana. Hop, endi sizlarga bu animatsiya yoqmagan bo'lsa, sizlarga ChatGPTga kirsalar, mana shu mana Cinematic Video Prompts degan birinchi videoda animatsiyasi turadi. Birinchi promptda. Keyin buni sizlar Grokka уже video generatsiya qilgandan keyin ikkinchi marta yana berib turib, yana generatsiya qilasizlar. Shu bu mana generatsiya qilishni boshladi. Generatsiya qilgandan keyin boshlaymiz keyin. Mana sun'iy intellektlar bo'yicha kimda savol bo'lsa, noldan o'rganmoqchi bo'lsa, bemalol yozaverasizlar. Telegram kanalimda lichkam qadalgan. Mana ko'ringlar. Mana shu ChatGPTning prompt ekan. Animatsiyasi. Hop, endi biz bunga ikkinchi rasmni olamiz. U rasm mana endi ikkinchi rasmni yuklab olamizda Grokka tashlaymiz. Zaten tashlaydi. Grokka tashlaymiz. Grokka tashlaganimizdan keyin o'zi animatsiya qilishni boshlaydi yana. Hop, sizlarga yana bitta yaxshi tarafi, bitta promptni Wiskga ikkinchi marta yozsanglar, ikkinchi marta boshqacha shaklda qilib sizlarga rasm generatsiya qilib beradi. Keyin Wiskga kirganlaridan keyin buni sozlab olishni yo'li, buni bosib, 4 joy bosib 9 ga 16 formatga solasizlar. 1 ga 1 bu 1 ga 1 qilib kvadratniy qilib rasm qilib beradi. 9 ga 16 bu shorts formatda, TikTok formatda qilib beradi. Bitta po gorizontalniy deyapti. Bu 16 ga 9 long videolar uchun. Bizga 9 ga 16 shorts yo'nalishi uchun, shuning uchun shorts yo'nalishini tanlaymiz. O'sha mana Grokka qilib bo'ldi, Grok. Mana ko'ringlar endi buni. Agar bu videolar hozir yangi yo'nalish уже endi kirib kelyapti. Zo'r bu yo'nalish qo'ysanglar, buni saqlab olamiz. Bo'ldi, mana shu bo'lsa saqlab olinadi. Keyin bizga masalan bo'ldi уже Pepsi'da qilib bo'ldik. Metga Pepsi emas, masalan endi milk desak, уже bu sut degani milk, inglizchada yozishinglar kerak. Milk desak, уже bo'ldi milk, ya'ni sutga prompt yozishni boshlaydi. Mana уже sutga prompt yozishni boshlab, birinchisi o'sha har doim birinchi prompt bu odamni ponni nimasi bo'ladi, skeleti, ya'ni ichki organlari bilan chiqarib beradi. Ikkinchisi to'g'ri nima qilib chiqarib beradi. Hozir mana bundaqa qilib, mana как будто mana shunaqa qilib chiqarib beradi. Ikkinchisi shunaqa qilib chiqarib beradi. Уже mana chiqarib berdi. Mana shu rasmni biz mana sizlarga men aytdim, bitta promptni ikkinchi marta yozsanglar, ikki xil nima qilib generatsiya qilib beradi rasmni. Mana уже ikkinchi marta ham yozib ko'ramiz mana. Hech qachon bu bir xil qilib bermaydi. Hop, mana endi bizga qaranglar. Boshida mo ikkita rasm tashlab berdi. Endi mo ikkita rasmni ko'rdinglarmi? Ikki xil rasm generatsiya qilyapti. Yana tashlaysanglar, yana boshqacha qilib generatsiya qilib beradi. Xo'p, endi menga o'zlaring yoqqanini olasizlar. Menga mana shunisi qiziqroq chiqdi. Mana shuni olib Grokka tashlaymiz. Eshikdan olgan rasmimizni ochamiz. Nima deyapti? Making your sorry your ha, bo'ldi. Mana o'zi generatsiya qilyapti.
Agar buni generatsiyasi yoqmasa, ChatGPTga kirasizlar, yana o'sha Cinematic degan joyga kirasizlar. Qidirsanglar, mana Cinematic degan joyi bor, 3D Cinematic. Main videos. Shu mana birinchi video 1. Shu mana Milk 7 sekundli videoni nimasini chiqarib beryapti bizga, animatsiyasini. Hop, grokka kirsak, уже tayyor bo'ldi mana. Mana ko'rasizlar, zvukli, вообще zo'r qilib chiqarib beryapti. Bu grokda o'zini limiti bor, limitidan oshiq video tayyorlamaydi. Men kecha 25 ta video tayyorladim. Bitta o'tirishda tayyorladim. 1 soat ham vaqtim ketmadi 25 ta videoga. Salkam yarim soat vaqtim ketdi. 25 ta video ekan, bir kunda 25 ta, ya'ni 24 soat ichida 25 ta video yasasanglar bo'laveradi. Undan ortig'ini yasamaydi. O'zi sizlar bir kunda bu yo'nalishda почти 5 ta, 6 ta video qo'ysanglar bo'ladi. Bo'lsa videoga like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.